小船要做怪，人鬼不分深夜愁，得饮就是千饮酒，得风流是解风流。保长，手拿拐杖，头戴礼帽，哼，保长。想笑却哭，想哭却笑，保长，好人难当，好人难当，保长，你做人做狗快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒。人间岂容鬼做主，人生共度后三后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世幕布一时秋，寒食江山天不由。去，去。Etraf başlığı, sizler 3. yengini obda uğurlaştırıp koysunlar. Eğer uğurlaştırmışlar, o yeni ölüp alıman deydi. Vay vay, taza nes bastı o meni. Etraf başlığı, sizler 3. yengini soğuğat dep bilip, yüzünü eğişini şundak addi iş dep oylagamışlar. Kasapet! Sen beni mazak kıkıdak buldun mu? Vay vay! Haddim mi? Bu iş İyilikli turmam da. 3. yenge xuddi tikini bana gülge okşaydı. Sizler şeyhini sündürüp yetip, karmı yok deydi kanka, ne edip onda kazanç olsun. Onun tikini kollarına hamam bir kırmaya kalmaydı. Emes degine, bu işini kandak kılımen. Özleri etraf başlık durup, ben vanı çok kırının uğraştırısını ağlandılar. Sen sol tek müşküllerde özünün taza köz tuvatsan o ha? Haddim emez. Boptu. Bu növbesinin gipini alay. Benim uğraştırışımdan ağlısına... Emse münaklayla. Aval 3. yenginin cidel çıkamaslığı üçün iki işini çokum kılışlar lazım. Birinciden onu çokum toğalık asla. İkinciden onu aval obdan uğraştırıp koysla. Makul. Gipini alay. Bırak onu kandak uğurlaştırsan bola. Onu eliyle aşağıdan kasırık uğraştırıp koyup anlamadım deşmem. Leyla hergiz unumaydı. Onun haddima. Eğer o unumasa, ondan unumazlık beci alamam deymen. Pulunu gep çıksılar, Leyla Hoşan cinni sepperişkime razı. Bırak yanındaki kötü hareketinin belgelemesinde unumazlık beci alımız deydiğin gep yoktursa. Vay. O belgelemedeki madlanın kaysı birini ikimiz çıkamagan, ha? Makul. Onu çağırıp çık. Makul. Kaldım çök! 3. yengini çağırıp da, onu bir gep çık, buna tez, buna! Yenge, çay içene? Aç! Deme, ben kandak kılımen. Qayda bo'yicha ish qilala.
to'yliq akrala, andan to'y qilamiz. To'yliqning jiq azligi bilan karim yo'q. Menga nom ataq kerak. Adiliy qasrda silni saqlayman. Cho'ng xotinlar bo'lanmisanmi? Meni bundaq oson yo'lga solaman deb o'ylamasizlar. Gap qilmaylig'i. Ma'qul. Bo'ldi, g'alva qilmasingiz-chi. Atili to'yliq akiray. Siz Lila O'shangadan avval sizni shu yerga o'rlashtirib qo'ysin. Lila O'shanda gapga kirgizmak uncha oson emas. Ati burunlarga yeydigan bo'ldi. Oqchoqur! Nima deyapsan? Ha? Nima deyapsan? Men nima deyaptim? Qiziqqa. Ha? Atrat boshlig'i, marhamat. Xo'ja, eling. To'xtab turing. Dada. Mening boshqa o'qitganlarim qolmadi. Sizlarni o'zimning kutganimning yuzidan bo'lsin-u, meni bugun tutuq qizlar o'rnida ko'rib, mana ega bo'lgan bo'lsanglar. Qaraganda bugun sizga men ega bo'lsam bo'g'dak. Apa, sizlarni umr bo'yi unutdim. Turing, o'rningizdan turing. Bu gaplarni deyishmayli. Biz Memil degan bilan bir mezgil qiynana kelin deb o'tgan tursak, ha? Dada. Kimsini dada deb chaqirdi de? Bu Atrat boshlig'i bugun sizlardan bir ishni iltimos qilg'ili kelibdi. Atrat boshlig'i mendan bir ishni iltimos qilyaptimi? Unutib qolma. U degan nahiya hokimining ko'ngildikida kuyog'li. Lo'yin bozorimizda toza yayrayotgan yangilik kuch harakati fondi yig'ish atritining boshlig'i. Ona meningdek sakralik to'mpaydan iltimos qiladigan ishi bormi ekan? Pandimchak, sen qiziqchilik qilishni o'rganibsan, ha? Atrat boshlig'ining yuzi tushib ketishidan qo'rqmamsan? Men Pandimchak. Bu gapni yana o'zim deyman. Ma'qul. Bu ish Jonxoxoni amrimga elish sababidan yuz berdi. Ha? Meningcha Atrat boshlig'i nima gap bo'lsa, ochiq deyapsizlar. Sizlar oldirib birovga yolurmaydilar, deyapsizlar. Faqat qo'limizdan kelsizlar. Sizlarga yordam qilamiz, ha? Ma'qul. Gallarga birini turib qolganda yutilib ketdilar-ku. Bu yerga kelgankanmiz, biz degan mehmon. Bizning qo'limizdan ish kelamdi, kammamdi, avval bir deb baxmisinmi? Nima deydi o? Uning chiroyiga qarabla ko'ngildikini bilib olalayman. O'zlarini shundoq aqlli chaqlandilar. Ishonmasanlar, uningdan so'rab beqinglar. Uy so'rab keldimikin? So'ranglar. Uy? Lila O'shan. Lila begim. Haqiqatan avliyo sifat odamkansiz. Bugun gapni ochiq ta'biray. Men Jonxoxoni amrimga olmoqchi edim. Biroq vaqtincha uy topolmadim. Shunga Li qasrda ikki qizlik uyni ijaraga elib,
o'ltirib turayli degan. Atrat başlığı. Başka iş olsa sözleşkeli bo'lardi. Uyning ishi bo'lmaydi. Atrat başlığı, erimning degan gapiningmi asosi bor. Xua yotliq bo'lgandan keyin, albatta uyni sirtin tutisizlar-da, bo'lmasa boshqalar so'z cho'chak qilmamdi. Hech vaqasi yo'q, hech vaqasi yo'q. Boshqalar nemish so'z cho'chak qiladi. Ha? Voy, boshqalar Atrat başlığının Li ailəsinin oğlumu yoki ishki o'g'limi demamdi. Şu emasmi? Ko'nala. Çoşqi baqsang, qo'tan salasan. Kelin alsang, uy topsan debdikan. Atrat başlığı. Siz uzun yıl cihandarchilik qilgan bunchilik qoidani bilasiz? Li Laoshan. Annibjak, qaytayli. Hay, mangandala. Li Laoshan yüzümni qilmasa, yüzümni qiladigan boshqa bir chiqa. Xotirjam bo'ling. Bu yerdagilar yordam qilmasimi, to'yimizni qilaveramiz. Atrat başlığı. Xapamizlar, ha? Aldırmızlar. Men cho'nglarga yana deb baqay. Degidek yana nima gap bor? Bo'ldi, yalvurma. 2 kundan keyin oldimga o'zlari yalvurib kelmagini bir ko'ray. Baba, qandaqli bo'lmasin bu qasrni soladiganga meni kuch chiqargan tursam. Silim shunday qisili bo'lamdi. Atrat başlığının xotinning navraksi amaliyotda o xotinning ashnasi. Sen cho'qira, Atrat başlığının Luniyasda to'qal og'anligini uning dapli qo'ysang, vazifani o'rlagan bo'lasan. Bola. Efendim, nima oladilar? Ko'r baqay. Ko'zing ko'rmasin ekan. Ko'rmabdimi. Birodar, men sizni taniyman. Sen meni tanımsan? Aha. Siz bizning Lo'yin bozoriga kelgan-ku. Sen Lo'yin bozordinmi? Aha. Lo'yin bozorda birinchi tutunbiga bor. Bizning Lo Atrat başlığı to'y qilmoqchi edi. Shunga meni so'qqa qilishqabat. Nima deding? Lo familiya to'y qilmoqchimi? Atrat başlığı. Ha? Bu oyunu qalti chiroyli yozib yetibsizlar-ku. Sen mamandaq bu o'yni kimning og'ini qarab gap qilmamsan? Ulan begim, bu uyning ijara haqqini... Mana bu 100 kumush tanga. Bu bo'lsa 100 ko'ylik qog'oz pul. 200 koy? Men kumushdangi deyishmidikmi? Qara. Mana ko'rdingmi? Uy setish beji. Buni elib ol. Uy setish beji 800 koy. Bu... Bak cho'qor, bu uyni men satmayman. Nima? Satmayman. Uy setish bejidan qo'rqdingmi nima? Satmasang mayli. Biroq sen bilan uy setilish to'g'riliq so'zlashimizda nurg'un vaqtimiz ketdi. Tutimiga mushoirlikda biz qanchalik bajni kam yig'dik? 2-3 ming koy bajni kam yig'dik-ku deyman. Az deb qo'ydilar. Az deganda 4-5 ming koy desizlar? To'g'ri. Ha? Xo'jayin, Atrat başlığının gapini tushungansiz? Sizlar menga ziyonni to'latmoqchimi? Kallang obdalla ishlab qo'ygan jumasini. Bo'ldi.
200 koy bo'lsa, 200 koy bo'lsa. Yaxshi, yaxshi. Mana ish tutdi-ku, ha? Begi, o'ta ish qildingiz, ha? Siz Lo'xanimmi? Asta. Lo'xanim, bu yerga qadringiz yetib qopti-ku. Ha? Oldingizga chiqqanmibdiman. Meni afu qiling, sat oldi. To'la yasalmalik qilmang, ha? Menga danglar, Lutixan bu yerda to'qal oladigan ishni hajabning demadingiz-ku? Men xato qildim. Men afu qiling. Men xato qildim. Meni ona yeniga olib Lo'xanim. Ben etraf boshlig'i bilan birga ishlayman, ha. Shuna sen qolaysiz bo'lib kerak. Sizga boshqa birini yo'l boshlaydiganga avatay, bo'lamdi? Emiz chaqqan bo'lmasa, baqil. Tag'radi pay. Mana men. Qo'miy. Jon xonimni etraf boshlig'ini boshlab baqil. Baqil. Lo'xanim, mushtumdan bahsiz bo'ladi, ha? Mana. Lo'xanim. 3-chi yangini etraf boshlig'i majburiy oldi-da, ha? Shuna 3-chi yangiga azar bermang, ha? Mayli. Ey, Xua. Dada. 2-chi qavatdagi ağacı uy shu. Nima boshlab kelganimni hargiz demayman, ha? Kimni izdaysizlar? Sizdan gap so'rayapman. Kimni izdaysiz? Men tek sizning kimligingizni so'ramasam, siz meningdan kimligimni so'rayapsiz-ku? Asta. Siz nima ishga keldingiz? Voy, meni ko'zingizga urdi ekansiz-ku. Bu xotin sening nima bo'ladi? Uy xizmatkarim. Uy xizmatkarim demsen? Qarab turib, yolg'on gap qilyapsan-ku. Uning usti beshining nari uy xizmatkariga o'xshaydi. Bu familiyalik. Bugun menga gapni ochiq demaydigan bo'lsam, ko'ngilga ko'rsa. Uni qo'yib eting. Lo'xanimning kelganligini uqmabdiman. Satobdi, ha? Meni afu qiling. Tutunbegi, siz nima deb keldingiz? Men sizni qarshi aqli keldim. Xua. Jon hakimning ativali qizi Lo'xanim kelsa, nimishqa ziyofat tayyorlamay qarab tursiz deyman. Tez bo'lma, tez. Tez bo'ling. Nevraka, u xotini tutuylang. Qara etdinga. Sen nevr singlimning ko'zidan qechib qutula olamsan, ha? Boshqalasini uy xizmatchisi desa gap qilmay tursan-ku. Degina. Sen Lu familiyalikning oshnasimi yoki uni to'qilimi? Gap qila. Yo'q. O xato tushunib qoldinglar. Bak xato tushunib qoldinglar. Men Xuaxuani chaqchaq qilib uy xizmatchisi deb qo'ygan. Chaqchaqmi emasmi? Men bir qarab bilib olaman.
Tütün Bey'e, sizge dep koyay. Siz tola, işki yüzlümecilik kılmang. Eğer Lufa'nın birlikte çapa yapadigan bolsanız, sizni boş koymatmayman. Men onunğa Luxanem, onunğa çapa yapadigan haddim var mening. Ha? Men xua O kim? Bana? xua kim bo'ladi? Mening xotinim xua degan. Sizning xotininiz mi? Bo'ldi. Sizning xotininiz bo'lsa, surishtirmayman. Tütün Bey'e, xotininiz ne? Ayting. Ha, rahmat sizga, Luxanem. Bilma. Menga. Men kashishchi ish tepirib yurgan. Uy ketaylik. Yur. Bugun maqsadlarga yetdilar. Endi xo'sh bo'lganlar. 3-yanga, amaliyotda buning yolg'onligini sizmi bilasiz? Ha? 2 kun japa tatib turgan bo'lamiz. Avval mening ish berish o'rnimda yetib turing, ha? Xotin ketgandan keyin, ondan kelib atraf boshliqlar turasizmi? Bo'ladi emasmi? Nima? Qo'llarim bo'ldi. Sho'lla tishlab oldi. Xua. Men Sizlarning men demoqchi ekanliklarini bilaman. Meni boshqa biriga yotliq bo'l demoqchi shu. Latixa, sizlar mening birinchi erim. Qo'sig'im sizlarning balalari bor. Sizlardan boshqa hech kimga tegmayman. Xua. Siz yana tushunmayapsiz. Jang Jinfangga ko'z tutish uchun to'yingizni qiling. Biroq eringiz faqat Men demoqchi, atoqqili er bo'ladi. men maqsadimni nerdan topqiliq? Albatta topqili bo'ladi. Xua. Biz yana er-xotin bo'lib o'taveramiz. Bo'pti. Yana nima amal bor deylar? Sizlar meni aldamayotgandilar. Sizga hozirda tilxat yezib beray. Yeningizni saqlang. Undaqda ataq erga kimni topsaq muvofiq bo'lar? Tütün Bey'e muvaffak. Bang Chokor, Ha? biz do'stmi? Albatta do'st. Bugun do'sting uchun 3-yangi bilan yolg'ondan to'y qilgin. Nima? 3-yangi bilan yolg'ondan to'y qil deyapman. 3-yangi bilan yolg'ondan to'y qilaman men. Ha? Salommisan men? Meni ahmoq ko'rayotgandilar sizlar? Unda qilmayman. Qilmayman. Ko'r. Bang Chokor, sen shafqatsizlik qilsang, men bu rahimsizlik qilaman. Askarlikka odam tutgan chaqda qanchalik pora ekanliging
Yenilik kuch harakati fondini yiqqanda qanchalik pul xiyonat qilganliging menga 5 barmoqdek ayon. Agar men koni yangi hisobotni biroqli qiladigan bo'lsam, xizmatingdan ayrilib qolasam ekan. Ma'qul. Ma'qul. Natoy qilay. Qilay. Endi aqling ishladi. Sana 3 turlik shartni deb qo'yay. Obdan angla. Birinchi shart. 3-yanga so'z-cho'chakdan saqlanish uchun Tutunbegi bilan to'y qiladi. Tutunbegi erlik majburiyatni ado qilmaydi. Uningga zo'rlik, zombolik ishlatmaydi. Buni aniq anladingmi? Ikkinchi shart. 3-yanga atraf boshlig'i bilan ayollik munosabatni saqlab qoladi. Tutunbegi har xil bahona tepib ikkisining ishiga aralashsa bo'lmaydi. Buni aniq anladingmi? 3-chi shart. 3-yanga atoq qilib Tutunbegining xotini bo'ladi. O qayta nikohlanganga tava. Biroq ikkili taraf obro'li kishilar bo'lg'achqa to'y marosimini oddiy o'tkazishga bo'lmaydi. O degani nima gap endi? Nima gap bo'ladi? Degan qo'shildim degan gap shu. Savazı, bu yoq kela. Dodo, men kelinchakni ko'rman. Kelinchak akamaydi ekan, niyat uzdir ekan. Kelinchak akilido, men ko'raman. Ay, kelinchak akamaydi, niyat uzdir ekan, bir suyri yolg'on. Savazı, men emas degankin emas. Qara. Men sana yeydiganga jiq narsalarni aytdim. Bu yerda o'tirib yegan o'tir. Savaza, aldırma ya, isimli bo'lsin. Qalayimqan yugurma. O'yildan chiqma juma. Yaxshi. Günlük taxtiraman tagidagi navoq. Bu kelinchak nimishqa chiqmaydiganda. Shu emasmi? Asta, yana bu yer tursinlar xo'p. To'y beshini aytmadinglarmi? Tutunbegi meni to'y besh evatdi. Sen aytdingmi? Mana endi ishimiz qo'shoqni aytib to'zadigan bo'ldi. Bu ishni sen qamashtirib olamsan. To'y besh bopaqmagan bo'lsammi, ammo to'y beshini qanday qiladiganini ko'rganman. Isimga ololmaganlarimni o'qisam bo'ladi-ku. Sen yenilik Tutunbegini yeniga berib, o'qiyanmagan xatni aniq so'rab kel. Tez bo'l. Bo'lmasa yili boshqalarni tirkisi qilamiz. Ma'qul. Hamma oldima. Tez bo'l. O çıkıptı o. Ben arkasını takip etken idim. O tam orta düşken okşaydı. Astara. Gelecek baktı. Gelecek. Ulan jıraqlap ketgende xotun da bakısımı karımız bo'lmasin. Biroq hozir bilib qolsa jidal chiqib bizni vayron qiladi. Kelinglar, Noili. Xotun!
Taxtıravanda oturtma onu. Sen bazı onda kılma. Güllük taxtıravan ağzını qaytıp keldi. Ulandı gelmeydi o. Taxtıravanda oturtma onu. Tutula. Senin ağzına. Ağzına bunu öyle bakma. Aka, sen avval öye qaytıp dur. Xotunuma hazır kelib ha? Hazır kelib. Öye kirib ket. Ne oldu o sen? Ağzını önce oturma. Savazı! Savazı! Otur. Savazı! Gel Allah! Orada dur! Sen bazı. Orada dur Savazı! Kutunla bir konuşala ketmeme. Savan öyle kayıt! Ben sana yaş neslen vermem! Etret başlığı. Etret başlığı. No yardım kısılıcı. Nima bo'ldi? Bizning sanvoz ishi xumaydi. U Xuaxuani qaytirib ketaman deb turib yotdi qarslar. Tutundagi bilan 3-yangi to'y qilgan qutlug kunda bu saran qalaymi qanchalik chiqqasa, qandoq bo'ladi? Lavrina, uni darhol aytib o'ting. Narsalar, sizningcha 3-chi yangi garchi boshqa biriga yotliq bo'lsa-mu, biroq bir kunlik xotinning 100 kunlik mehri bor emasmi? Shunga Lotixan kuni oshnasining azoblanishidan qo'rqadi. Ma'qul. Uni yuzni qilib, bu sarangni qo'rqitib, qochirib yetding. Ma'qul. Yo'qol. Tez yo'qol. Yo'qol. Bo'lmasa, seni itiydiman. Tapanca. Tapanca. Seni itiydiman. Yo'qol. Sanvaza. Xotun. Sanvaza. Gap anglab uyga ketgan bo'lamdi. Men atilisini ko'ygilik kelman. Ati peshonamga qizil suruq besib qo'ygan. Rasmı. Rost. İşenmeymen. Ben bilen öyle koydum. Xotun öyle gidelice. Sizine öyle gidiler. Yaxshimikan? Yaxshi gel. Ala. Uyga ketgin. Agar gapimni anglasang, ati sana jiq pepurg'ish aka berma. Ma'qul, ma'qul. Pekirde. Pekirde. Geldi, ulan. Kelinchak keldi! Kelinchak keldi! Kilar yo'lda bir marta kelinchigi ichida qarshi elib kelinni po'jaz etib kaynada isiriq sapto oldida qoshtash o'chig'i yanada kelinchak yetib kelsa yaxshi kunlar oldida biriklar sharqdan yerib qora bulutni biriklar g'arbdan yerib qora bulutni Rangdor bulut! Rangdor bulut! Oy, astag'firullah, o'tib qolibman. Rangdor bulut. Aşk meşhurlar uçraşqay, kelinchak taxtiravandin tushkay. Keling, astiraqa. Anvaylang. Qutlug kunlar yetib keldi, xayrli ishlar boshlandi. Karvon yurtiga qaytdi, yurtdoshlar didorlashdi. Astıraq. Hali gördüm ki sen benim. Kirib kesler. Kirib kesler. Meni qoldiraydilar, to'y beshini o'rnatib namuslar. Kirib kesler. Men endi to'layman emasmi? Arkadaşlar. Dimchak, bu yoqqa kel. Kelinchak bu yoqqa kirsin. Putingizni ko'tiring. Ha. Yigit bu yoqqa chiqsin. Yine baram deme. Siz kızlar. Keling. Putingizni egiz ko'tiring. Ha. Tez turing. Yigitning yanida turing. Ha.
Sizlar o'tirib turibsizlar. Kuyug'ur sol tarafda, kelin o'ng tarafda turadi. Mana bunday. Salom berish boshlandi. Avval yer zamonga ta'zim qilinglar, ondan ajdodlarga ta'zim qilinglar. Birinchi qatam arishga ta'zim qilinglar. Arishdagi farilar baxt ato qilsin. Ikkinchi qatam yer zamonga ta'zim qilinglar. Mangu birga yashaysizlar. Uchinchi qatam oyga ta'zim qilinglar. Turmushinglar hashamatlik o'ssin. To'rtinchi qatam har qaysi ilohlarga ta'zim qilinglar. Sizlarga mangu omad yor bo'lsin. Yer zamonga ta'zim qilinglar, ajdodlarga ta'zim qilinglar. Voy, ajdodlarga ta'zim qildirganga ota-onam o'lib ketgan tursa mening ta'zim qildirgan tuqqanim yo'q mening, ha? Bo'ldi. Qo'rqib turing, ha? Yukinib o'tirsizlar, unda qilmasizlar, ha? Ota-onalari tugab ketgan bo'lsa, ajdodlarning taxtisiga bosh urmamdilar, ha? Voy, ajdodlarim nurg'un tursa, qaysi biriga bosh urib bo'laman, ha? Bir ikkisiga ta'zim qilgandan bo'ldi emasmi? Bu bir qiziqchilik-ku amaliyotda, ha? Ay! Odam degan umrida to'y qilganda hamma ajdodlarga bir qitimdan bosh urdi. Sizlar bir ikkisiga bosh ursizlar qanday bo'ladi? Ha? Ajdodlarning taxtisini chizib qo'ydik. Hammasiga ta'zim qiladilar. Voy. Buncha ko'p taxtaga qachonmi ta'zim qilib bo'laman men? Hey. Ajdodlarim! Ajdodlarim, sizlarga bosh uray. Sizlarga bosh uraman deb sizni o'ldiraverib, sizlar bir ikkinchi qilgan bo'ldi meni. Qo'qsizlar, to'y qilmaslarni bo'lmadimi? Bu to'ynichi aslim qilmaydim men. Voyo! To'xtamnomada nima deyishgan? Gaplardan yeni vasila atraf boshliq adablarini berdi juma. Ma'qul. Bosh uray. Yugurayman, ha. Ta'zim qilay. Yugurib o'ltiray. Ajdodlarim, ulug' ajdodlarim, sizlarga bosh urman deb bishim qiyib ketdi. Nimaga qaqshaydilar? Men sizlarning ajdodlarga bosh urib voysimasam, sizlar nima ish qilmaysiz-aytdilar, ha? Nima ishqa? O'ydirga tezroq kirmaymiz. O'rindiq tiyib ketmang, ha? Yaxshi. Miyada, butunuz götürün. Götürün. Basta otur, ha? Yaxshi. Endi, oy, nima qilyapsiz? Yuzingizni men ochib tursam, o'zingiz ichyapsiz, ha? Eglama. Mening qo'lim bor. Uyqum ketdi. Amsa siz avval uxlang, ha? Buramda? Sizlar muxlislar. Ma'qul, men uxlay. Voy. Voy. Nima chijiq tugmadi bu avorchilikni ajab. Men uxlag'ili keldim. Tushib ketsizlar. Nima bo'ldi? Tushib ketsizlar deyman. Sanjima. Ma'qul, men tushib ketay. Tushib ketsam bo'ldi-ku, ha? Sanjima. Chiqib ketsizlar. Nima? Chiqib ketsizlar deyman. Ne chiqib ketaman? Chiqib ketsizlar. Yo'qolsizlar. Ma'qul, men yo'qlay, ha? Qaytib ketsizlar. Nima demoqchisiz? Ha? Mushada xulsizlar. Meni pastda uxlang demoqchiman. Ha. Sirtda yotsalar, menga yuz kerak. Ma'qul.
desak bo'ldi. Yenifa, nima deb yozding? Opa, bu sening isming. Janhua. Bu mening ismimmi? Mavi ostidagi qizcha. Bu dadamning ismi. Lutiyexan. Yenifa, bo'ldi yozma. Endi uxlaydi, ha? Yura. Hava. Apse. Nima? Bugün ben karavotыңыздың ayağıda yatsam bula? Ayada karavat tursa, mening karavatimni endi yatmoqchimi? Nada yatqillar ekansa, shu yerda yatsizlar. Shamni o'chirmasizlar. Sizga yiqilib yatsammi bo'ldi mana. Üçüncü desak bo'ldi. Nima ovoz bu? Nimish deyapsiz meni? Ha? Nimanchi qattiq xo'rak tortadilar? Men uxlayolmadim. Albatta uxlayolmaysiz-da. Men to'y qilib turib meni boytoqning turmushini kechiryapman emasmi? Atrat boshlig'ining kamiga 20 yil bo'lganda, ha. Ajab opasiz nimikina. Opasizlik qilmamdi. Siz qog'ozlarni yumsizlar. Ma'qul. Siz qog'ozimni yumay, ha. Siz og'zimga suyib boqmoq o'tirsangiz, og'zimning ses yoki tatliqligini qandoq bilasizlar? Nima dedilar? Nima debdim, ha? Ben nima deyayaptim ben? Ha, uxlaylik bo'ldi. Voy.人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云冷黄昏。自古多见人变狗，现在想看狗变人。
官，王保长，芝麻官狗腿子一个乱收捐，抓壮丁，开当铺，人民骂他是狗官。人性多一点是人，狗性多一点是狗。有人有时是人，有人有时是狗。红楼巨浪客头上，时代风云冷黄昏。自古多见人变狗，现在想看狗变人。